Menga qo'ng'iroq qilayotgan 85% odam yaxshi ustalaringiz bormi, uka, ishonchli ustalar bo'lsin deyshadi. Xoh u obunachim bo'lsin, xoh qarindoshim yoki yaqin akaxonim bo'lsin, o'zim bilgan, tanigan ustalarimni ro'para qilaman. Uning ichida reklama qilgan ustalarimiz ham bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki reklama qilganimizda albatta sifatini tekshiramiz va bu narsaga urg'u katta bo'ladi. Chunki filtri bor, o'ziga yarasha. Har kimni ham reklama qilib keta olmaymiz. Arzon ham turmaydi reklamamiz. Albatta, endi mana shu narsalar bo'lgandan keyin, bizni nomimizdan borgandan keyin ustalar bizni uyaltirib qo'ymasliklari kerak. Shuning uchun ham o'zim tanigan, bilgan, qo'qonli ustalarni ro'para qilaman. Hamma narsani o'zini professionali bor. Suxoy montaj bormi, kafel bormi yoki sokil bormi, pol bormi, o'ziga yarasha mas'uliyati, o'ziga yarasha professionalligi bor. Hammani men o'zim shaxsan o'zim qarindoshim bo'lsa ham, akam palon yo'nalishda odam bor. Qaysi yo'nalishga mos usta beray, qanday narxda beray. Lekin aksariyat men bilan ishlagan ustalar narxi balandroq. Juda ko'p qarindoshlarim siz bilan ishlagan ustalar narxi qimmat deyshadi. Lekin arzonni sho'rvasi tatimas degan gaplar ham bekorga, bejizga aytilmagan. Shuning uchun ham iloji boricha sifatli ustalarni taklif qilaman va xudo xohlasa, hali birortalar uyaltirib qo'yishgan yo'q. Reklama masalasiga keladigan bo'lsak, reklama qilgan ustalarimiz ham bemalol qo'rqmay aytalaman, uyaltirib qo'ymaygan ustalarimiz va sizga ro'para qilganim ham xoh u reklamadan bo'lsin, xoh boshqa usta bo'lsin, o'zim tanigan bilgan ustalarni ro'para qilaman. Lekin ulardan keyin kim keladi? Ochiq aytaman, men javob bermayman. Lekin biz o'zimiz bergan ustalarga xudo xohlasa imkoniyat darajasida javob bera olamiz. Xudo xohlasa hali birontalar uyaltirib qo'yganlari yo'q. Endi bor gapda bu. Xo'p, sizga ham agar sifatli ustalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqing. Bemalol beramiz. Endi bizda ko'proq Qo'qonda vodiyda ishlashadi. Shuni ham hisobini qilib qo'yasiz. Ko'pchilik chekkaroqlardan, vohalardan so'rashyapti. Vohada Jizzax tarafda ballar bor. Bemalol ularga ham nomerini beraveramiz. Uyaltirib qo'yishmaydi. Juda ko'pchilik ustalar ham ish bering deb so'rashyapti. Akalar, to'g'ri tushuninglar. Tanimagan, bilmagan odamimni ro'para qila olmayman. Chunki u xoh obunachim bo'lsin, xoh qarindoshim bo'lsin. Agar sizni tanimay, bilmay ish berib qo'ysam, uyaltirib qo'ysangiz, bizning nomimiz qora bo'lib qoladi. To'g'ri tushunasizlar degan umid. Gapim uzun bo'lib ketdi. Yana bir gapni aytib qo'yay. Birorta shu paytgacha ish bergan bo'lsa, biror so'm haq olmaganmiz, inshaalloh olmaymiz ham.